Assalomu alaykum hurmatli Ekstrafos YouTube kanali obunachilari. Mana Sirdaryo viloyati Sayxunobod tumani Ozodbek Shavkat fermer xo'jaligiga kelganmiz. Ular bizani Ekstrafos 315 MPK mahsulotimizdan ikkinchi o'g'itlash hisobati sholi 55-60 kunlik bir marta o'g'itlangan sulfat ammoniy bilan. Ikkinchisiga endi o'g'it kuch tugagandan keyin mana sholi ocharishi bilan o'g'it beryapti. Bizani mahsulotimizdan beryapti. Endi bizani kutilmalarimiz quyidagicha. MPK mahsuloti berilganda sholi barvaqt pishadi. Muddatidan 5 kun 10 kungacha vaqtli pishadi. Sholidan chiqadigan guruch, oliy navli guruch foizi ko'proq bo'ladi. Sholini sifatiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi. Umumiy hosildorlik yuqori bo'ladi. Bizning endi kutilmalarimiz shular. MPK mahsulotimizda tarkibida azot, fosfor, kaliy 15% dan mavjud. Eng muhimi, buni azotini asosiy qismi ammoniy va amid shaklida. Sholiga juda mos keladi. Bilasizlar, sholi nitrat shaklidagi azotni kam iste'mol qiladi. Shuning uchun biza bu MPK mahsulotimizda amid shakldagi azot 10%, 5% atrofida ammoniy shakldagi azot saqlaydi tarkibi. Fosfor bo'ladigan bo'lsa dihidrofosfat shaklida. Effekti juda ham yaxshi bo'ladi. Oldingi yil biza boshqa klasterlar bilan ham ishlaganmiz. Endi yana natijalarini o'zimiz yana ham ko'rib, dehqonlarga ko'rsatish uchun solish jarayonlaridan lavhalar qilib turibmiz. Yana keyingi o'suv jarayonlarini, nima o'g'it berilgan va oxirgi hosildorlik qanaqa bo'lgan, shu haqida ham ma'lumotlarni taqdim etib boramiz. E'tiboringlar uchun rahmat.